Davleniyani tushirish uchun siz ozishingiz kerak. Xo'p, semiz odamlar o'zlari semizliklarni bilishadi, lekin qanchalik semizliklari to'g'risida ma'lumotga egamilar? Buni belgilash uchun quyidagi parametrlar mavjud. Birinchisi tana vazni indeksi. Buning uchun tana vazningizni kilogrammlarda, bo'y uzunligiga bo'lasiz va quyidagi jadval orqali o'zingizning semizlik darajangiz qanaqaligi yoki vazningiz normal ekanligi to'g'risida xulosa qiling. Ikkinchidan, bel aylanasining uzunligini o'lchash. Belni eng semiz joyidan yoki eng uzun joyidan lenta yordamida o'lchanadi. Bu ko'rsatkich erkaklarda 102 sm dan baland bo'lishi, ayollarda 88 sm dan baland bo'lishi semizlikka ishora qiladi. Bundan tashqari semizlik ikki xil tipda bo'ladi. Birinchisi bu qorin tipida yoki nok tipida deyiladi. Ikkinchisi ko'krak tipi yoki olma tipida deyiladi. Rasmlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Buni ham aniqlash uchun bel aylanasini bo'y uzunligiga nisbatan ko'riladi va yana quyidagi jadval orqali o'zingizning tipingizni aniqlaysiz. Tana vazni 1 kg yo'qotish qon bosimini 1 mm simob ustunligiga kamaytiradi. Bordi-yu siz 10 kg vazn yo'qotishga erishadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan qon bosimingizni 10 mm simob ustunligiga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ajoyib natija. Qon bosimini dori preparatlarisiz yana qanday metodlar yordamida tushirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun meni kuzatishda davom eting.